mayda, o'rtacha va yirik. Hozir sizlarga overlockda qanday qilib chokini yirik va mayda qilishni o'rgatib qo'yaman. Videoda diqqat bilan kuzating. Birinchi navbatda overlockimizni mahavigini qo'l bilan sozlab olamiz. Mana ko'rib turganlaringdek nuqtacha и bitta razmerlari bor. Shu nuqtani biz birga olib olamiz. Mana. Keyin bu yerda mana ochsak yaxshiroq ko'rinadi. Mana knopkamiz bor. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bir marta o'rtacha bosilinyapti. Endi buni bosib turib, quloqni buraymiz. Mana kelib tushdi. Mana ichkariroq yana kiradi bu. To'g'rida turibdi. Endi bizga yirikroq kerak bo'lsa, yana buni ko'taramiz tepaga, 7 strelka qarab. Maydaroq kerak bo'lsa, pastga tushiramiz. 2 ga yoki 2,5 ga qo'yib olishlar mumkin. Ko'pchilik shu joyga e'tibor berish kerak. Bu narsani bosib turib, keyin qo'yish kerak razmerga. Bu ichkariroq bosilganda ko'pchilik faqat bir marta bosib turib tushirib olgandan keyin shunday o'zini burab qo'yadi, unda razmerga tushmay qoladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, bizga obuna bo'lishni unutmanglar.